Mirzohid aka, ko'pchilik gaymarit bo'lganda bangi devona guli, endi men nomini shunaqa deb bilaman. Bangi devonani gulini o'sha hidashadi odamlar. Shunda o'sha gaymaritga o'zi foydasi bormi, yo'qmi, balki zarardir bu haqda mutaxassisdan nima deb eshitamiz. Bangi devonani gulini endi ko'pchilik xalqimizdan qolgan anaqa bu odat bu. Ko'p gaymarit bo'lganlar buni hidlaydi. O'zi asli hidlash mumkin emas buni. Nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Misol, nojo'ya ta'sirlardan biri allergik reaksiya berishi mumkin. Allergiya berganda qandoq? Nafas yo'llarini to'sib, hatto nafas qisishigacha olib kelishi mumkin bu narsa, bangi devoni. Bir xilgilarda bu ta'siri shunday ko'rsatadi. Bir xillar polniy suyuqlikni oqizib tushirib yuboradi bu narsa. Shuni maqsadida ko'pchilik doktorga bormasligi maqsadida bangi devonani hidlashib oladi bemorlarimiz. Lekin baribir qanchadir miqdorda foydasi bor-a? Ma'lum miqdorda foydasi bor. Chunki biz masalan men o'zim qo'llab ko'rmaganman uni. Qo'llab ko'rganlar aytadi, bemorlarimiz kelganda 3 kun oldin hidlovdim shunaqa narsa deb bizga murojaat qilib kelishadi. Ko'rganimizda burnida shish, pastki chanoqlar, bek, nafas olishga qiynalgan bemor bo'ladi. Lekin ma'lum miqdorda yordam beradi, oz-moz yordam bermaydi deb ayta olmaymiz buni. Birinchi yordam sifatida qo'llab, lekin baribir mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Albatta, birinchi yordam maqsadida qo'llasa, masalan, biz aytmasak ham uni qo'llashadi bemorlar. Tavsiya bermaymiz, lekin aytmasak ham qo'llaydi. Baribir undan keyingi etapida mutaxassisga murojaat qilish kerak bemor.